o'tkir bo'yin grijasida nima qilish kerak? Shu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum bizning kuzatuvchilarimiz. Mana bugun yana bir qiziq mavzu, ya'ni bo'yin grijasi. Umuman bo'yin bilan bog'liq grijalar ko'payib ketdi va buning asoratlari ko'p bo'lgani uchun shunga uzoqroq to'xtalyapman. Ya'ni bo'yin grijasida siqib qoldi. O'tkir bo'yin grijasida nima qilishimiz kerak? Birinchi holat, o'tkir bo'yin grijasi nima? O'tkir bo'yin grijasida kuchli bo'yinda og'riq bo'lishi, mana shu sohada 3 xil jarayon ketadi-da. Birinchisi yallig'lanish. Oddiygina misol aytsak, birov sizni bir mush ursa yoki bir yerga urib olsa, o'sha yeri lat deydi, shishadi, yallig'lanadi. To'g'rimi? Xuddi shunday bo'yinda ham xuddi shunday. Agar mana shu grija yorilib chiqib ketib qoldimi, grija siqib yorilib ketdi, bunda nima bo'ladi? Birinchi holatda o'sha yerda yallig'lanish bo'ladi fan tilda. Ya'ni yallig'lanish o'sha ta'sirlanadi. Keyin bu ikkinchi holat shishadi, yallig'lanib shishib boshlaydi. Oddiy mana qo'limizda yoki yuzimizda urib olsa yoki biror yerimiz urib olsa, u birinchi yallig'lanib keyin shishadi-ku. Xuddi shunday bo'yinda ham grija joyidan yorildi yoki bir udar bo'ldi, joyi shishib boshlaydi. Ya'ni bo'yinda birinchi holat shish paydo bo'ladi. Ikkinchidan shishgandan keyin tasavvur qiling, nerv kanal bor, bu kengaymaydi. Bu yerda yallig'lan shishayotganda bu kanalni bosib qo'yadi. Kanaldagi nervni bosadi. Nervni bosgandan keyin bu ikkinchi jarayon, mana nervni bosdi. Va uchinchidan bu yerda mushaklar qattiq spazm beradi. Mana shu 3 ta jarayon bo'ladi. Ya'ni grija chiqib ketdi, bo'yinda grija chiqib ketdi. Grija chiqqandan keyin birinchi o'sha grija sekin-sekin shishib boshlaydi. Shish ya'ni tabiiy holat. Bu yerda atrof yallig'lanish, atrofidan suvni yig'adi yoki bo'lmasa qon kelish kerak, qon kelib bo'kadi. Bo'kkandan keyin bu yer shishib boshlaydi. Birinchisi, qon ham kam miqdori. Shishib bo'kkandan keyin nervni siqadi. Nerv siqilgandan keyin undan keyin 3-bosqich o'sha mushaklar spazm beradi. Mana shu 3 ta jarayon asosiy jarayonlardan bittasi hisoblanadi. Bunday paytda nima qanday klinik ko'rinish namoyon bo'ladi? Ya'ni kuchli boshga sanchuvchi og'riq beraveradi. Boshni qimirlatib bo'lmaydi, sal qimirlasa ham kuchli og'riq beradi. Mana shu boshning ensa sohasiga tok urganda yoki otib yoradi deydi yoki tok urganda og'riq berishi birinchi holati. Ikkinchidan keskin qo'lda yoki bo'lmasa kurak sohasida og'riq beradi, chidab bo'lmas og'riq beradi. Uchinchidan qo'llarda kuchli uvushish beradi. Uvush bo'chgan. Like'larni bosib qo'yinglar. Nima bo'lsa, savollar bo'lsa yo'llab qo'yinglar. Maksimal imkon qadarda javob beramiz. Undan keyingisi qo'llarda keskin kuchi pasayadi. Mana shuni ushladikmi, shuni tashlab yuboramiz. Bu ikkinchi holat. Ya'ni bo'yin grijasi siqqan paytda kuchli bosh otib yoruvchi og'riq bo'ladi. Birinchi holat. Ikkinchidan kuchli mana qo'llarda uvushish, karaxtlik yoki bo'lmasa kurak sohasigacha og'riq beradi. Mana kurak orqa sohalarimizga og'riq, tarqaluvchi og'riq beradi. Ba'zan yurak sohasi, yurak tez urish berishi mumkin, yurak betoqat bo'lib ketishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha tolib ketaverishi mumkin og'riqlar. Bu kuchli o'sha grija siqib qolgan paytda. Bundan tashqari yana bitta holat bosh aylanishi. Quloqdagi shovqin, chidab bo'lmas darajada bosh aylanadi, miya o'chib qolishi, ko'z xiralashishi va ba'zan ikkita ko'rish holatigacha, insult olish holatigacha olib keladi. Bunday paytda nima qilish kerak? Bu o'tkir davri. O'tkir davrida o'z boshimchalik bilan boshni qimirlatish kerak emas. Birinchi holat. Ya'ni boshingizni qattiq qimirlatib yoki massaj qilmang. Birinchi holat. Ikkinchidan, boshda og'riq berdimi? Qattiq tok urayotganda og'riqmi? Qandaydir bitta pozani, ya'ni shu holatni ushlab qoling. Agar bu qandaydir harakatni ko'paytirsangiz, bu siqib turibdimi? Bo'yin harakat bo'ladi, battar bo'yin grijasi siqiladi. Birinchi, ya'ni harakatni to'xtatishimiz kerak. Ya'ni birinchi holat o'tkir grijasi paytida. Ya'ni shifoxonada yotasizmi yoki bo'lmasa uyda bo'lasizmi? Farqi yo'q. Birinchi holat harakatni to'xtatish, cheklash. Ya'ni 1 kun, 2 kun, eng uzog'i bilan 3 kun davomida harakat cheklanadi. Birinchi holat. Ikkinchidan
ma'lum bir pozani ushlab qolasiz. Mana shu holatda bo'yningiz og'riyapmi, shu holatda sal qo'yaveryapmi? Qimirlatmang. Imkon qadar qimirlatmang. Qimirlatsa bu boyagi mushak spazm berib turib, girja siqib turib, undan battar kuchayib ketishi mumkin. Undan keyingi qanday holat? O'z boshimchalik bilan uyda yoki kimgadir bo'ynimni masaj qilib yubor demanglar. Agar masaj qilib yubor desa, bu holat battar kuchayadi. Mana o'zi siqilib turgan qattiq o'sha mushak qattiq bo'lib turibdi. O'sha yerda masaj qilsa, u girjani mana umurtqani qimirlatib yuborishi mumkin. Qimirlatgan paytda yanada kuchayadi. Girja siqib qolish kuchayadi. Hurmatli kuzatuvchilar, men manzil so'ragan telefon nomerini so'rayapsizlar, savol yo'llasalaring yo'llab qo'yinglar, javob beraman. Manzil bo'lsa telefon nomeri efirning tagiga qoldirganman. O'shanga Telegramdan yozib qo'yishlaring mumkin. Xo'p, undan keyingi holat mana shu bo'yin siqib qoldimi? Bo'yin siqmadi. Birinchi harakatda edim, ikkinchi biror bir ma'lum pozani ushlash kerak. Uchinchi holatda o'sha shifoxonada yotganda ham yoki bo'lsa uyda bo'lsa ham bir kun, ikki kun, eng uzog'i bilan 3 kun yotish kerak, ya'ni qimirlamay. Yotganda ham hozir o'sha efir davomida tushuntirib beraman, qanday holatda yotishi. Undan keyingisi o'z boshimchalik bilan uyda masaj qildirmanglar. Agar masaj qildirsa, mana buni qattiq ezib qo'ysa, girja kattalab ketib qolishi mumkin. Ya'ni girja o'sib ketib, battar nervni siqib qo'yishi, undan tashqari o'sha yerda tomirda ham siqib qo'yib, insult olib qolishi mumkin bemorlar. Undan keyin nima qilish kerak? O'sha nimani aytdik. Issiq, sovuq narsalarni qilmanglar. Bo'yinga issiq qilish kerak yoki bo'lmasa qanaqadir ukol qilish kerak. Ular mumkin emas. Chunki bilmasdan turib nima qilishni bilmay turib uyda biror bir amaliyot bajarib qo'ysa muolaja bemorni yaxshi tomonga emas, og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Bu ya'ni 4-dan, ya'ni nima qilishimiz kerak? O'z boshimchalik bilan uyda lechena qilish kerak emas. Lechena albatta og'riq qoldiruvchi qilish mumkin yoki bo'lsa massaj qilish mumkin yoki issiq, sovuq narsalarni bo'yinga qo'yish mumkin. Bu mumkin emas. Imminni shu bo'yin girjasida mumkin emas. Ya'ni siqib o'sha kuchli og'riq berayotgan paytda. Bunday paytda o'sha insult olib qoladi. Nimaga degani, mana bo'yinning yonidan qon tomiri o'tgan. Mana shunday kelib qon tomiri miyaga kirib ketadi va o'shani bosib ezib qo'ysa, insult olib qolishi mumkin. 99% holatda insult oladi yoki bo'lmasa o'sha kuchli qayd qiladi, bosh aylanadi, ko'ngil ayniydi, quloqda shovqin bo'ladi, ko'z xiralashib qolishi mumkin. Bu o'sha bizda girjada mana bo'yin bo'lmagan amaliyotlardan bittasi. Ishlari mumkin. O'sha unda ham og'riq qoldiruvchi dorini olish mumkin, faqat oshqozonda muammo bo'lmasa yoki og'riq qoldiruvchi dorida ya'ni oshqozonda yara yoki ochilgan yara, yazvalar bo'lmasa, o'shani bitta yoki ikkita olib qo'yishlaring mumkin. Kuchli masaj, o'sha bo'yinni qarsilatish yoki bo'lmasa o'sha internetlarda, ayniqsa o'sha bo'yin og'rib qolgan payt ko'pchilik sirasi telefonga kirib internetda ko'radi, mashq qilish kerak, unday qilish kerak, bunday qilish kerak. Yo'q, bu xato narsa. Sababi u mashqlar girja bo'lmaganda, osteoxondroz paytda yoki bo'lsa o'sha xuruj bo'lmay, bo'yin spokойно turgan paytda bajarsalaring bo'ladi. Girja siqqan paytda, o'sha bo'yin siqqan paytda bu mashqlarni qilib bo'lmaydi. Bu sizlarning ziyonlaringga o'ynaydi. Chunki mana shu og'ir asoratlarni aytib o'tdim. Xo'p, endi uzog'i bilan 3 kun davomida pastel rejim bo'ladi. Tepaga qarab, pastga qarab yotib bo'lmaydi. Pastga qarasalaring battar bo'yin siqiladi. Siqilganda bu girja kattalashadi, o'sadi. Nabrot girjamizni siqib qo'yamiz. 1 kun, 2 kun, uzoq bilan 3 kungacha yotish kerak tepaga. Yotganda ham yostiq baland bo'lish kerak emas. Bunday holatimiz bo'yin bilan tekis holatda bo'lish kerak. Yupqa yostiqni qo'yish kerak va unda yotish kerak. Keyin ortiqcha yotgan holda harakat qilmanglar. Shib turgan paytda, nerv siqilib turgan paytda ortiqcha harakat qilish qat'iyan man qilinadi. Chunki ortiqcha harakat qilish bu battar 1-2 kun yo 3 kungacha yotish kerakdek. Nima uchun uzoq yotib bo'lmaydi?
Birinchidan, bo'yin girjasi, bo'yin mushaklari agar uzoq yotib qimirlamasa, bo'yin mushaklari zaiflash, ya'ni bo'shab qoladi. Bo'shab qolganda yana qayta yana girja o'sib ketaverish ehtimoli ko'payadi. Ya'ni bo'yin girja bo'yin mushaklari qancha baquvvat bo'lsa, shuncha bo'yin girjasi chiqmaydi. Endi bo'yin girja payti uzoq yotib qolish, 5 kun, haftalab yotoq bemorlar bor. Unda bo'ynida ko'proq muammo chiqadi. Ya'ni bo'yin mushaklari yumshab qoladi. Bu o'sha girjani o'stirib olishi mumkin. Ikkinchidan, uzoq yotmaydi, yotish qon aylanishini yomonlashtiradi. Ya'ni o'sha nerv siqilib turganda yotgan holatda qon kelmaydi bo'yin umurtqalariga. Bu qon kelmagandan keyin battar o'sha nervlar shinadi, yallig'lanish ko'payib ketadi va o'sha yerda og'riq kuchayib boraveradi. Endi sekin-sekin o'sha bo'yin mushaklari sekin-sekin o'sha bo'yin mushaklari og'riq qo'yaptimi? Asta ikkinchi kundan boshlab sekin-sekin joyidan turib boshlash kerak. Birinchisi. Ikkinchisi, yengil uyda ham yurish. Bu o'tkir davrini aytyapman. Yengil ikkinchi kundan yurish kerak. Yurib uy ichida yoki bo'lmasa klinikada ba'zida yurib boshlash kerak. Uchinchidan, dori-darmon yoziladimi? O'sha muolaja, o'tkir davrdagi grija muolajasi qilinganda faqat shifokor nazoratida, shifokor yozgan dorilarni iste'mol qilish kerak yoki qo'llash kerak. Chunki boshqa dorilar olib qo'ysa nojo'ya ta'sir berishi mumkin. Yana bitta, bo'yin girjasidan o'sha yotgan paytda ko'pchilik zerikib ketishi mumkin. Zerikib ketib nimadir qig'is kelib qoladi. O'sha bu narsalarni aslo qilmaslik kerak. Ya'ni bo'yinni egib turmaslik kerak yoki uzoq telefonga tikilmanglar. Keyin birdan o'tirib olmanglar. O'sha bo'yinni cho'zuvchi, sekin-sekin buni bo'yinni tortuvchi, cho'zuvchi mashqlarni qilmanglar yoki bo'lsa bo'yinni bir bukib qo'ymanglar. Bir bukib qo'yish bu xato narsa. Bu ham o'sha girjani, bo'yin girjasini kuchaytirib davolash emas, davolashga qo'shimcha sifatida yordam, ya'ni yordam berganda ham 30-40% yordam beradi. Keyin o'tkir davrida har xil mashqlar qilish kerak emas. Keyin uchinchidan, uzoq muddat yotib qolish kerak emas. Mana shu narsalarni qilsak, albatta biz o'sha bo'yinning o'tkir girjasidan qutulib olamiz. Endi savollaringiz bo'lsa, mana ma'lumot berdim. Xudo xolasa, mana shu narsani qilsak, bu qolgani o'tkir davrida shifokorning ishi. Shifokor borib o'zi davolab oladi. Sizlarda uyda kuzatuvchilar mana shunday yoki bo'yni siqib qolgan bemorlar mana qilishi kerak bo'lgan narsani tushuntirdim. Endi bizga mana savollaringizga javob berib boshlayman. Mana endi savollar bo'lsa yo'llab qo'yishlari mumkin. Imkon qadar o'sha hamma savollaringiz javob beramiz, lekin girjaga yaqinroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hozirgi bilan kengroq, to'liqroq tushuncha olasizlar. Xo'p, ketdi bo'lmasa savollarimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtlar va hurmatli doktor barcha. Rahmat. Bittamiz bizga omad tilabdi. Sizga ham rahmat. Xo'p, mana shu bittasi aytibdi. Mana shu efirni har doim kanalga qo'yib boraman. Podpisatsiya bo'lib qo'ysalaring, ya'ni kanalga a'zo bo'lib qo'ysalaring, har kuni yoki bo'lmasa kunora efirga kiryapman. Sizlarga yaxshi, kerakli ma'lumot berib boraman. Mana girja bo'yicha gapirib bering debdi Shohruh akamiz. Hozir bo'yin girjasi haqida ma'lumot berdim. Umuman olganda o'tkir davri siqib qolgan payti bu bitta bo'yinga emas, belga ham taalluqli. Bitta kuzatuvchimiz qayerda ish joyingiz deb so'rabdi. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Istiqbol Med Center. Shohbekatning oldida. Mana Jarqo'rg'on Shohbekatning oldida. Xo'p. Mana yana bitta menda shunaqa bo'ldi, nima qilsam bo'ladi? Tohir aka, menda shunaqa bo'ldi, nima qilsam bo'ladi debdi, bo'yin girjasi. Hozir maslahat berdim, shu narsani qilish kerak.
Undan keyin o'tkir davri sekin-sekin pasayadi. Pasaygandan keyin og'riqlar ketadi, bo'yin yengil bo'lib qoladi. Undan keyin o'sha mashqlarni qilib tursangiz bo'ladi. O'tkir paytda hech qachon o'z boshimchalik bilan davolanmang, o'z boshimchalik bilan biror bir dori iste'mol qilmang. Yana bitta narsa, agar og'riq qoldiruvchi olib og'riq qo'yib yuborsa, bu davo yechimi emas. Chunki og'riq qoldiruvchilar og'riqni qoldirib yuradi. Yashirincha u yerda nervda kuchli shikastlanish ketayotgan bo'lishi mumkin. Bu o'sha qo'l ozib ketishi mumkin, qurib atrofiyaga uchrab ya'ni ozib ketishi mumkin, kichkina bo'lib qolishi mumkin. Biror bir keyinchalik ish qila olmay qolishi mumkin yoki qo'l falajlik holatigacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun o'tkir davrida shifokorga boring, qolgan paytda o'sha mashqlarni qilib turishingiz mumkin. Keyin yana bitta narsa. Har xil Instagram nimalarda chiqib ketyapti, bo'yinni tortadigan, osadigan narsalar, bular mumkin emas. Umuman bunday narsani faqat shifokorning maslahati bilan bo'yindagi girjaning holatiga qarab olish kerak. Mana bo'yinga osadigan narsalar chiqib ketyapti-ku. Buni o'zboshimchalik qilmanglar. Agar sizlarda girja bo'lmasa, oddiy osteoxondroz bo'lsa, protruziyalar bo'lsa, o'sha protruziya ham, girja ham o'sha nervda medialni deymiz. Mana bu nervga tegmaydigan holatda bo'lsa, unda olib o'sha vrachning tavsiyasi bilan qilinglar. Bo'lmasa ertaga men shunday qilib bu ossalaring dash ketib qolishi mumkin. Sababi mana bu yerda qon tomirni siqib qo'ysa, miya gipoksiya bo'ladi, xuddi o'zini o'zi osganday bo'ladi. Yoki bo'lmasa insult olib qolish ehtimoliga oshib ketadi. Shuning uchun baraka topkurlar internetdan ham olayotganda yoki boshqa qilayotganda birozgina maslahatlashib qo'ying, o'sha nevrolog bilan maslahatlashib qo'ying. Assalomu alaykum aka. Bitta savol yo'labdi. Ko'p bir joyda tikka tursam, belda girja paydo bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Bu birdaniga paydo bo'lmaydi. Girjaning paydo bo'lishi bu yillar vaqt ketadi. Siz bitta joyda tikka tursangiz, belingiz tolib og'rib ketyaptimi? Bu albatta o'sha girjaning boshlanishi yoki protruziya yoki girja bo'lishi mumkin, hali siqmagan bo'lishi mumkin. Siz agar ko'p tikka turadigan ishda bo'lsangiz, har kuni doimiy mashq qilib turishingiz kerak. Ya'ni yurishingiz kerak, belda yumshatib turish kerak. Ya'ni belga, umuman bo'yinga harakatni tinimsiz qilish kerak. Agar harakatni ko'p qilsalaring, ya'ni aktiv harakat bo'lib tursa, girja umuman paydo bo'lmaydi. Sababi bu umurtqaga, bel umurtqasining bo'yimi umuman umurtqaning orasida bunda qon tomiri yo'q. Bunga faqatgina diffuz, ya'ni suyuqlik ichasizlar, suyuqlik ichib, buning 70-85% suv umurtqaning ichidagi. Buni suvni ichasizlardan suvni ichib harakat qilasizlar.